Stop. Demak, boshlaymiz. Nasib bo'lsa, hamma klientlarimizga alohida rahmat oldindan. Biz o'sha uchun hammaga xudo xohlasa bugun aksiya qilmoqchimiz. Qo'ldan kelganicha. Birinchi bizda, keyin boshqalarda narx. Bu hammasi yangi, hammasi IT uchun. Oldin aytib o'tay, bizda bo'lib berish xizmati bor, nasihat savdo ham bor. Mazmunimiz Toshkent shahri Malikazor Avaz 9 do'kon. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda sizga aytib ketardim, bizda Telegram kanalimiz bor, Notepro Telegram kanalimiz bor. O'sha kanalimizga a'zo qo'ysangiz, bular hammasi bitta-bitta berilgan, narxlar berilgan. Demak, boshlaymiz. Birinchi HP Core i5 13-avlod. HP Core Core i5 13-avlod. 8 GB RAM, 512 GB SSD'si bor yoki bunda ikki xil bor. Core i5 13-avlod, 16 GB RAMligi bor va 512 GB SSD'ligi bor. Narxi bir-biridan 10-15 dollar farq qiladi. Buning narxi 400 dollar beramiz. Skidkada juda arzon. Buni endi Ramazon oyiga skidka qildik. Yangi. Bulardan soni chekli 4 ta bor, cheklangan soni 400 dollar beramiz. Keyingi notebookimiz bu Lenovo Celeron N4500 deyiladi. Bu 8 GB RAM bor, 256 GB SSD xotirasi bor. Bular IT boshlang'ich IT ga va ko'proq buxgalteriyaga, ofisga bemalol tushadi. Talabalarga ham juda mos. Bular narxlari 215-220 dan beramiz skidka narxda. 8 GB RAM bu. Keyingisi xuddi shunaqa Lenovo Celeron 4 GB RAM, 256 GB SSD'si bor. Buning narxi 199 skidka narxda. Mana 195 ham beramiz buni. IPS ekran, bu ham rangi silver rangda, ingichka chiqqan N45 4 ga 256 SSD. Bu o'qishga, buxgalteriyaga, talabalarga, o'qituvchilarga juda mos. Keyingisi bu Lenovo AMD Athlon. Bu bularga nisbatan sal ancha kuchliroq, chunki bu DDR5 8 GB RAM bor, 256 GB SSD'si bor. Ekrani Full HD ekran. Bu IT ga ham tushadi, Photoshop, boshqa programmalarni ko'taradi. Ikkasiga mos, IT ga ham o'qishga ham bemalol bo'laveradi. Buning narxi 220 dollar beramiz skidka narxda. AMD Athlon 7525U 8 ga 256 DDR5. Keyin notebookimiz bu juda ko'pchilik so'raydi bizdan, ekran doim 14 bo'lsin, ixcham bo'lsin, ko'tarishga oson bo'lsin degan savol keladi bizga. O'shaning uchun buni olib keldik. Bu HP Ryzen 5 7625U protsessor, 16 GB RAM, 256 SSD, ekrani Full HD IPS, tagi podchetkasi ham bor. Bu bemalol IT ga tushadigan Photoshop, JavaScript, HTML, Python backend bemalol tushadi. Undan tashqari buxgalteriyaga ham hammasiga bemalol tushadi. Bu narxi hech pul. Narxini nisbat beramiz klientlarga. Narxi 295 beraman skidka narxda. 16 ga 512 yoki 16 256 desam bor buni. Keyingisi garantiyasi, hammasi garantiyasi 1 yil garantiya beramiz. Bunisi HP Core i7 13-avlod, 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Core i7 13 bu. Bu bemalol IT ga tushadigan, o'zi tushungandan bemalol o'zi tushunib oladi. i7 13 bo'lgandan keyin bu narxi 520 dollar. Keyin notebookimiz bu HP Core i5 12-avlod. HP Core i5 12-avlod, ekrani Full HD IPS, tagi pachetka yonadigan bor, silver rangda. Bu 8 GB xotirasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. Bunga bu hammasi garantiya 1 yil. Bemalol IT ga, o'qishga hammasi mos tushadi notebookimiz. Buning narxi 380 beramiz. HP Core i5 12-avlod. Keyingisi Asus Core i7 12700H protsessor. Asus Core i7 12700H protsessor, 16 GB RAM, DDR5 va 512 GB SSD xotirasi bor. Buni ham shunaqa ekrani Full HD IPS, tagi podchetka, bu ham игровой, ham ofisnoy. Core i7 12700H protsessor bilsa kerak, 14 yadro bor. Buni narxi skidka beramiz, buni narxini ham 480 beramiz. Juda zo'r narx bu. Keyingimiz Asus Core i3 13-avlod. Asus Core i3 13-avlod, 8 GB RAM va 512 GB SSD xotirasi bor, silver rangda. Bular IT ga ham tushadi, o'qishga ham hammasi mos tushadigan. Bu narxi hech pul, narxi 290 dollar beraman skidkada. i3 13-avlod, zo'r narx. Keyingimiz bu ko'rdingiz narxlarni. Keyingimiz HP Ryzen 3 5000 seriya, 8 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor, ekrani Full HD IPS ekran. Bu 6 yadro bo'ladi. Bu Core i3 12 ham barobar. Core i3 12-avlod barobar. Bemalol o'qishga ham, IT ga ham bemalol tushadi. Bu narxi necha pul? Narxini 270 dollar beramiz. 260 ham beraman men skidkada.
Xuddi shunaqa notebookimizning silver rangdagisi. Bu ham shunaqa. Faqat buni tagi paketka IPS ham bor. Ryzen 3 5000 seriya. Tagi paketka ekran IPS, bu 8 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor. Buni ham narxi shunaqa 280 beramiz. Va nihoyat bizda igrolar ko'p. Igrolar hammani chiqarmayapmiz. Hozir bittasini ko'rsataman, shunga taqaslab ketaverasizlar, xo'pmi? Demak, bunimiz bu Acer Nitro V16 deyiladi. Ya'ni ekran duyumi 16.1 duyum. Ekran Gertz 165 Gertz. AMD Ryzen 7 8845 H prosessor. Ya'ni 8000 seriya eng so'nggi versiyasi 8000 seriya hisoblanadi. Bu DDR5 16 bo'ladi va 512 GB SSD xotirasi bor. Undan tashqari videokarta RTX 40 yillik videokartasi bor. Bu Core i7 13 mon analog yoki undan ham sal kuchliroq. Ko'rib turibsiz, kullar zo'r joylashgan. Bu narxlari 720 dollar beramiz skidkada. 720 dollar. Zo'r narx. Yangi bular hammasi yangi. O'zi narx qancha juda arzon. Ko'pchilik ko'rib bu deydi. Lekin bular hammasi narxlari juda bu narxda juda arzon beryapti, yangi bular. Plus kimga qanaqa notebook kerak bo'lsa, bizda undan tashqari MacBooklarimiz bor. Mana MacBooklar ko'rsataman. MacBooklar bor. Bular obzor qilishga ulgurmadik. Tepada yana boshqa yangi notebooklarimiz bor. Bularni ham obzor qilishga ulgurmayapmiz. Va siz mana shular ko'rib narxini xohlas chiqarasiz. Yana azman ko'rsataman. Mana. Hop, siqma qoldi. Keling. Mana bugun yangi tovarlarimiz bor. HP ProBook, M-Sci notebooklarimiz bor. Yangi va hammasi yangi. Undan tashqari mana ichida ham to'la notebookimiz bor. Bularni obzor qilganimiz yo'q. Kimga qanaqa notebook kerak bo'lsa, HP ProBook, Ryzen 5, Ryzen 7 qiziq bo'lsa, bizga kanalimizga murojaat qilasizlar. Bizni manzilimiz Toshkent shahri Malik O'zar Avos 9 do'kon. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazish berish xizmati ham bor. Undan tashqari eng muhim narsa bu yerda bizning nasihat xizmati ham bor. Kimga bular hammasi bitta kerak, parametr kerak bo'lsa, Note Pro kanalimiz bor, Note Pro kanalimiz bor, Telegram kanalimiz bor, Note Pro. Bu kanalga a'zo bo'lsang, kanalda hammasini bitta obzor qilganmiz. Hammasi narxlarigacha obzor qilingan. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, hammaga Ramazon oyi muborak bo'lsin.